Do'stlar, bugun Alfa-02 do'stlar, bugungi videoda biz sizlar bilan har xil o'zim biladigan saytlarni tekshirib chiqamiz. Do'stlar, sizlar ham sayt bilsangiz, saytlaringizda yozib qoldiring. Masalan, birinchi eng asosiy saytimiz 455 va bu sayt 100% ishlashini aniq hamma bilishi kerak. Menimcha survival rejimga qo'yib qo'yganman. Kattagina baglarga to'lib turgan qishloq chiqadi. Mana bu yerdan yangi albatta yangi sidimiz. Bizda Camaro sidi bor ekan, ishlaydi bilamiz. Ko'ramiz bu sit ishlaydi, ko'ramiz. Men bu sitlarni bitta do'stimning kanalida oldim. Bu sitlar menimcha bu yerda qishloq bormi? Yo'q ekan do'stlar, bu yerda qishloq yo'q. Ikkinchi sidimiz esa final. Menimcha bu sitda qishloq yo'q bo'lsa kerak. Da qishloq yo'q. Mayli. Keyingi sidimiz 3 ko'pchilik noto'g'ri tushunmasin. Ko'pchilik noto'g'ri tushungan bo'lishi mumkin. Endi bu sit ishlari ikkita qishloq birlashgan qo'shni qishloqlar. Bu sit ishladi. Bu yerda kuznica bor ekan. Hozir sizlarga kuznicada shunday narsalar bor. Kuznicada esa shu narsalar tepaga chiqib qolaman. Bol. Va bizda yana bitta sit bor ekan. 999. Bu sit ishlashi kerak ekan. Bu yerda kuznica bor ekan. Yaxshigina qishloq. Yana bitta sidimiz bor ekan. Final. Great. Yaxshi. Endi ishlar. Boya sitni men noto'g'ri yozib qo'ydim. Do'stlar, uzr albatta. Zo'r. Voy, bu yerda esa temir shimlar bor ekan. Do'stlar, bu qishloqda yaxshigina bug bo'lmagan qishloq ekan. Keyingi sidimiz bu hozir istavolay nechi deya. Hozir bo'ldi. Herobrine. Shunday sit bor ekan. Fakesmas. Fakke. Izosta qilyapsizlarmi? Fakke Herobrine. Va ko'ramiz bu yerda sit bormikan? Qishloq bormikan? Menimcha ozgina qidirib ko'ramiz. Menimcha bu yoqda bo'lsa kerak. Hatta bu qishloqlar ayniyapti.
Hozir manimcha bu yerda qishiq yo'q. Do'stlar, o'zingiz biladigan sitlarni yozib qoldiring, men hammasini o'qib chiqaraman. Bizda qaysi sit bor yana? So'roq bunda qaysi edi? Shu so'roq ko'raylikchi. Create. So'roq deb yozing. Yozsa qishiq chiqishi kerak ekan. Ko'ramiz. No, bu yoqda qishoqda qasi ham yo'q. Yana bir izlab ko'ramiz. Bizning nima ketdi? Bizning vaqt ketadi. Izlayapman. Qishiq chiqqani yo'q. Do'stlar, ovoziga sal e'tibor bermaysiz. Hamma biladigan grip. Menimcha qishiq yo'q. Keyingi sidimiz piramidalar sidi bo'lishi kerak. Menimcha hamma bilsa kerak, 111. Va bizda orqaga qaraganiz zahoti orqaga emas, yon tomonga qaraganiz zahoti ikkita piramida birlashtirganini ko'rishingiz mumkin. O'zimni bir chelik suv olsam, oshim yaxshi bo'ladi. Unchalik zo'r emas hamki. Bo'ldi. Do'stlar, ko'ryapsizlar, shunday narsa bor. Ko'rsatib chiqaman hammasi. Shunday narsa bor. Chiq tepaga. Yon tomonga qarab yurishim kerak. Bunisi uncha buni tagida ham bor. Hozir tekshirib ko'ramiz. Yo'qligim ham yo'q. Buni shaxsan yo'qligim ham yo'q. Yomon portladi. Buni tagida kon yo'q. Zo'rlashma. Menimcha boshqa qishoqnikida edi. Yana bitta sidimiz bor. Pumpkin. Ko'ramiz do'stlar. Bu videoga nechta like yig'ib berar ekansizlar? Bu videoda nechta like bo'lsa, men shuncha sitni orasidan eng zo'r sitlarni tanlab olib sizlarga video qilib ko'rsataman. Videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Pumpkin. Shuni yozlarni adashmasam. Menimcha bu yerda yo'q, qishloq. Chunki bu versiyada bunaqa joylarda qishloq yo'q. Yana bir ozgina izlaymiz, ham tekislik tomonlarni bir ko'rib kelaylikchi. Yo'q. Menimcha bu yerlarda qishloqda qasi ham yo'q. Do'stlar, bu super sitlarning nima hozir bir safar qo'shamiz. Bu sitlarning birinchi qismi edi. Agarda bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu videoga 10 ta like yig'ilgandan ikkinchi qism chiqadi va videoga nechta like yig'ilgan bo'lsa, shuncha sitni men obzor qilaman. Hammaga xayr, sizlar bilan men Alfoniylikka bo'ldim.